Ota-onam rahmatlidan qolgan bir dona shu quruq bo'lsa ham yer yodgorligim bor. Xudo o'zimni peshanamga Xudo xohlasa vatan berib qolar. Ukajon, Rabbi opajon, men bitta yashab yurganing pochchinga hech ham yoqmayapti. siz uchun nima opa? Men aytib oilangiz tinchligi buzilishini xohlamayman. Buni chiqib ketaman. Yotgan xonani uydagilar remont qilib meni uylantirishmoqchi ekan. O'shanga men hijolatdaman. Keyin sana oldingda hojatxonaga chiqishga uyalayotgan ekan. Siz uchun nima akajon? Yigitni noni doim ko'chada o'zi yuzini yorib qo'yib. Bizda dehqonchilik, pulingiz o'zingiz bilan ketadi. Bizning sabzavot mahallada 2 sutu, 2 etaj, 5-6 xonali tayyor uchastkalarimizni patkunchi holatda 190 ming dollardan topshiryapmiz. Suv, gaz, svet, hamma kommunikatsiyasi joyida. O'sha 5 ta avtoxonadan sotilib, o'sha egalar ko'chib kelishni boshlashdi. Sizlar bemalol xarid qilib turib ko'chib kelsanglar bo'ladi. Pulingiz bo'lmasa, o'z yuziga ham sig'mas ekansiz. Uchastkalaringiz yaxshi ekani, lekin bizga sal qimmatli qiladi. Bu hayotda yaqinlarning uyiga sig'maslikni o'zini boshdan o'tkazgan, tanasida his qilgan inson buni yaxshi tushunadi.